O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin. Dada, qayerdan kelyapsan? Ko'chadan? Ichdingmi? Yo'q, umacham yo'q. Ichdingmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Yo'q, ichmadim. Hamsaya, tez uya, tajar. Hamsa bu yana nima qildi? Buni ichgan yo ichmaganligini bilish kerak. O'zimiz usul qo'llash kerak. Ha? Hamsa bu ichmaganmi deyman? Yo, ichgan bu qalbim sezyapti men. Boshqa usul qo'yamiz. Hamsa, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsa, bachangiz ichmaganmi deyman? Yo, ichganda bu ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezyapti men. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men Boshla. Qanday Hamsa? zarbani his qildi. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo, ichgan bu. Qalbim sezyapti baribir. Oxirgi usul qoldi. İçgan deydimi size? Hamsa, yomon topdingiz, geniysiz, professorsiz, Aroq bilan nos aralashtirsa odam o'yladi ana shunday.